birinchi maktab. Hokim kelib qoldi tekshirmoq bo'lib. O'quvchi titradi hayajon sabab. She'r aytmay qolganda qo'rquvga to'lib. Arzimagan sabab bahona yetar. G'azabga hek berdi amaldor shon. Hamma muallimlar markazga ketar. Soat 5da kuting bo'lmasin pinhon. 30 chaqirim yo'l avtobus to'la. 46 ustonning ko'ngli g'ashqira. Aksar ayollar yo'l bosib jo'la. Hokimlik oldida kutdilar juda. Yarim soat o'tib keldi kattakon. Tiko yo'qdi turdi qancha muallim. Rozador holda ham bermadi imkon. Nahot shuncha arzon qadri bu ta'lim. Ishdan haydayman deb solib vahima. Sertifikat yutuq ko'zga ko'rinmas. Iftorlik vaqtida bir qo'ltim suvga. Zor bo'lib qaytdilar ko'ngil avunmas. Vaholanki maktab tuman faxridir. Bilimda peshqadam yuzi yorug'dir. Lekin kibr degan illat zahridir. Romal kursisida ko'zlar qorong'udir. Ustozni sarsonlab sindirib dilning mansabning kuchini ko'rsatmoqdikin. Unutmang bu hikmat, unutmang buni. Hokim bo'lish oson, odam bo'lish qiyin. Bilimdonning qadrin bilmas shu xillar. O'zin eldan baland bilar g'ofillar. So'zni tek turg'izib qo'ygan janob bilmasmikin borligini bir hisob. Amal omonatir kiyilgan ko'ylak. Insonlik eng buyuk eng bo'lay tilak. Xalq seni hokim deb saylagan edi. Sen esa xalqingni qiynading endi. Hokim bo'lish oson. Ayrıl bersan bas. Hokim bo'lish oson, burib bersang bas. Lekin odam bo'lish har kimga emas.